Assalomu alaykum. Asal to'ylar, shirin to'ylar. Mana men bugun sizlarning oldilaringizga qiziq narsalar aytib berishga keldim. Sizlar hademay maktabga chiqasizlar, ha? Yaxshi, aqlli bolalar ekansizlar, chiroyli, zukko bolalarga o'xshab turibsizlar. Men sizlarga men hunarmandman, men qo'lda gilam o'qiyman. Hammamizni uyimizda gilamlarimiz bormi? Ha! Mana bunga o'xshagan gilamlarimiz bor, ha? Buni sholga ana shunday gilamlarni men uyda o'zim to'qiyman. Sizlarga qiziq mana shu gilamchilik haqida qiziq voqealar aytib beraman. Sizlar diqqat bilan eshitasizlar, to'g'rimi? Ha. Yaxshi. Ertaga eshitishni yaxshi ko'ramizmi? Ha. Yaxshi. Qarang. Sizlarga men gilamchilik haqida qiziq ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir gilam to'qiydigan ustazoda bor ekan. U mana shunday gilamlarni to'qir ekan, chiroyli qilib to'qib, uni bozorga olib borib sotib, puliga, ro'zg'origa turli buyumlar, oziq-ovqatlar olib kelar ekan. U hunarmand gilamchi ustazodaning ikkita qizi bor ekan. Chiroyli qizlari bu gilamlarni to'qishga yordam berar ekan. Qanday qilib yordam beradi? Ular iplarni tayyorlar ekan, to'ppa-to'g'ri tegilar ekan, undan keyin cho'chiqlar ekan. Eshitib turaylik, keyin gapiramiz. Keyin o'sha gilamlarni bo'yaydi ekan, iplarini keyin to'qir ekan va otasi uni sotib kelar ekan. Bu qizlar juda ham chivar, aqlli, chiroyli qizlar ekan. Ana shu mamlakatda bir ziqna, xasis boy bor ekan. Ziqna degani, xasis degani nima degani? Qizg'anchiq, ha? Masalan, sizga o'rtog'ingiz o'yinchog'ini bermasa, qizg'anchiq deysiz, ha? Shunaqa odam ekan u. Juda ham o'zini foydasiga, odamlarni o'ylamaydigan, ziqna ekan. Shu odam eshitamiz. Har gal gilamchining gilami bitgan payti, qani gilamingiz qancha bo'ldi der ekanda, gilamini olib, pulini bermasdan ketib qolar ekan. Keyin ustazoda bilan qizlari xafa bo'lib qolishar ekan. Siz gilamimizni olib ketib qoldi deb. Har safar shunday bo'laverdi. Ularning gilamini olib ketib qolaverdi. Ular nima qildi? Keyin kunlardan bir kun ular bir narsani o'ylashibdi. Kelinglar shu bizni gilamimizni olmaydigan qilib qo'yamiz. Keyin har bir gilamning mana bunday qatorlariga tikonlarni sanchib chiqishibdi. Tikonni qo'shib to'qib yuboribdi. Keyin u gilam bitgan payt yana kelibdi ziqna boy. Hoy, gilamchi, gilamingiz bitdimi? Qani olib chiqing, pulini beraman, olib ketaman debdi. Har galgiday gilamni olib, pulini bermay, gilamni orqalab jo'nab qoldi. Yo'lda ketayotib haligi tikonlar nima qildi? Yelkalariga, qo'llariga kirib, voy deb odam g'alati ahvolga tushib qoldi, qiynalib qoldi, orqalari yara bo'lib ketibdi. Olay gilamingni olmayman deb qochib ketibdi. Shunday qilib, u odamning gilamini, gilamchining mahsulotlarini olib ketolmaydigan bo'lib qoldi va u gilam to'quvchi usta qizlari bilan gilamlarini bozorga olib borib, xaridorlari ko'p ekan. Men olaman deb gilamlarini sotib ro'zg'origa ishlatadigan bo'ldi. Demak, mehnat qilgan odam nima qilmas ekan, hech qachon xor bo'lmaydi. Hunardan rizqi hunar deydi. Men sizlarga mana o'zim to'qigan gilamlarni tanishtiraman. Qarang. Mana bu gilamimizning nomi sholchalar ekan. Buni men paxtadan to'qiganman. Mana bu gilamchamizning nomi esa
jundan to'qilgan sholcha ekan. Qo'ylarni Jundan. Mana buni biz julbaroq yoki julpatcha deymiz, poyandozcha. Mana shularni men o'z qo'lim bilan to'qiganman. Sizlar ham katta bo'lsalaring to'qishni o'rganasizlar. Demak, gilamlar uylarda chiroyli bo'lib to'shab qo'yamiz gilamlarni. Ayamchi paxtachi. Juda yaxshi. Endi qarang. Men sizlarga gilamni qog'ozdan qanday qilib o'qishni ko'rsataman. Va sizlar ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lasiz. Uychalaringga gilamchalar to'qishlaring mumkin. Mana buning uchun biz mana bunday qog'ozlarni olamiz. Kesilgan qog'ozlarni oldilaringda turibdi. Oldilaringda turibdimi? Mana bunday uzun tasmalarni birini ostidan harakat qilib yaxshi. Qani sizlar ham. Birini ustidan qizamiz. Qani bolajonlarga harakat ana bu bolajonlar bajaryapti. Ana. Juda yaxshi tez ko'rasiz, ana qizchalarimiz to'qiyapti. Mana bu birinchi qatordagi o'quvchilar chiroyli chiqdi. Mana bunday rangli qog'ozlardan albatta buni yasab qaranglar. Mana menga qarang. Mana bu yostiqchaga e'tibor bering. Mana shu yostiqcha ham xuddi mana bu naqshlari boyagi kesilgan qog'ozlarimizga o'xshaydi. Mana lentalar birini ostida, birini ustidan to'qilgan. Demak, gilam to'qishning texnologiyasiga o'xshaydi. Biz demak shunaqa ishlarni ham bajarsak bo'lar ekan. Gilam to'qish texnologiyasi. Hammamizga tushunarli bo'ldimi? Gilamchalarni to'qishni o'rganib qoldik. Xo'pmi? Aynan. Asal. E'tiborlaringizni